Mana sizlarga yangilik, ya'ni dom bor. Haligacha sizlarga gaz berishmayapti. Yo domingiz eski dom, issiq suv yo'q. Hamma muammoni Nur kompaniyasi xalqqa berar ekan. Hattoki xalqqa berish uchun semichkalargacha sotishar ekan. Akalar qaranglar. Mana dom, ya'ni 7 qavatli, ya'ni 47 ta xonadoni. Mana shu joyda ham uyingizni isitib berishar ekan, hattoki doimiy issiq suv bilan ta'minlama berishar ekan. Va undan tashqari semichkalargacha bor. Va u ham mayli. Mana bu katyollarda aqllilar ketib, sizda dacha bor, uy bor, har xil narsalaringiz bor. Dachaga ham olib qo'ysangiz, Wi-Fi orqali ham ishlatsangiz bo'laveradi. Ya'ni ishxonadan ketayotganingiz yoqib qo'yasiz, 2-3 soat oldin uyingizni isitib berib turadi. Va undan tashqari suvni bekorga isitsangiz ham bo'lar ekan. Xo'p, endi buni qishda ishlatamiz u. Yozda nima qilamiz? Hattoki tentigacha yozga ham qo'yib qo'yishgan ekan. Mana shu zo'r qulayliklar qilib qo'yishdi. Narxlariga kelsangiz 899 dollardan boshlanadi. Kvadrat kilometr metrga qarab turib yasab berishaverar ekan. Nomer 1 ni Nur kompaniyasi yetkazganmiz. Bularda hamma sistemasi bor. Xohlasangiz bulardan olib sotsalar ham bo'laver ekan. Akalar, xohlasalaring metr isimaydi, polностью isiydigan motorchilargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Bunaqa narsalar ham bor. Akalar, to'liq videosi gazini bor YouTube kanalida. Bizdan yangi bo'lsangiz, podpisasani bosib qo'ying, ishlab chiqasiz biznesda birinchilardan ko'rib borasiz. Shuning uchun sizlar doim podpisasiya bosgan bo'lishingiz kerak. Akalar, arziydimi yo'qmi? Bitta like bosib keting shu ishimizga.